Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Vrach neyroxirurg YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Oldin aytaman, obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bir video roligim bor. Marhamat, ko'rib tomosha qiling avval. Bu insonning nomi Kostoprav deyiladi xalq tilida. Ya'ni mana shunday urish orqali umurtqadagi siljishlar va grejalarni go'yoki davolayman deb aytadi. Endi sizlarga umurtqani ko'rinishini ko'rsataman. Marhamat. Odam umurtqasida ya'ni bo'yin, ko'krak va bel qismidan tashkil topgan bo'ladi. Xuddi mana shunday holatda odam Xudo bizni yaratgan, insoniyatni ko'rishinglar mumkin. Har bitta bo'yinda, ko'krakda, belda o'zining shakli bor. Endi keyingi rasmga marhamat qilib murojaat qilamiz. Mana bu yerda odam umurtqasining oldi tarafdan ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni odamning umurtqasini oldidan ham, orqasidan ham mana keyingi suratda ko'rishingiz mumkin. Mana oldi qismida turgan oq chiziqni ko'ryapsizmi? Bu ya'ni передний продольная связка deyiladi. Keyingi rasmda to'liqroq ko'ringan. Mana bu rasmni ko'rishingiz mumkin. Orqasida turgan yana xuddi shunaqa oq chiziq turibdi. Bu задняя продольная связка deyiladi. Buni orqasida turgan umurtqani o'siqlari, oldidagi turgan передний продольная связка. Mana shu urgan molotogida urganini hisobiga, ya'ni orqadagi mana bu o'siqchasiga uradi. Urganda umurtqada sun'iy siljish hosil bo'ladi. Ya'ni umurtqani ko'ryapsizmi? Oldiga chiqib ketgan mana. Oldiga chiqib, umurtqani chiqqanda oldiga surilganda umurtqani ezadi. Ya'ni siljitib qo'yadi. Siljitgani hisobiga nervni ezadi-da, keyin buni hech qanday davolar bilan davolab bo'lmaydi. Faqatgina birdan bir yo'li qoladi. Operatsiya yo'li mana bu ko'rib turganingizdek metalokonstruksiya yordamida umurtqani fiksatsiya qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun men doim har bitta bemorimga yoki obunachilarga aytaman, qachonki biron bir narsa qilishdan avval o'zini mutaxassisiga, o'qigan insonga boringlar. Kim yaxshilayman desa, unga yaxshilarkan deb yugurib boraverish kerak emas. Shuning uchun sizlarga maslahat, bizga obuna bo'lib qo'ying. Ya'ni meni kanalimga obuna bo'ling va kuzatib boring. Primoy efirga chiqaman desam 50 ta odam bo'lish kerak ekan. Podpischik endi kanalimni 2 kun bo'ldi ochganimga, podpischigimiz hali soni 10 tadan oshdi endi xudo xolasa. Podpiska bo'ling, primoy efirga chiqaman. Umurtqa pog'onasida uchraydigan barcha turdagi kasalliklar, bosh miyada uchraydigan barcha turdagi kasalliklar, neyroxirurgik kasalliklarni davo choralari